Assalomu alaykum. Avvalambor bu mening startapimga video. Bu videoda nima qilish kerak? Xullas, mana shunaqa sayt bor, platforma. Bu platforma Faceit deb nomlanadi va bu yerda hozir butun dunyo bo'yicha Counter Strike 2 o'ynaydigan o'yinchilar deyarli hamma shuni o'ynaydi. Shu platformada o'ynaydi va bu platforma qanday ishlaydi? Bu platformada elo tizimi bor. Elo nima? Bu odamning o'sish darajasi mana bu yerdagi o'yiniga qarab sekin ko'tarilib boradi. Keyin bunda yana hop kontraga kiradigan bo'lsak, mana bu yerda Cupid Prime status degan. Bu Faceit o'ynash uchun Prime status sotib olish kerak. Bu Prime statusni sotib oladigan odamlar juda ham kam. Unga puli yetmaydiganlar ham bor, unga pul sarflash xohlamaydiganlar ham bor. Xullas, men qilib chiqadigan loyiha bu Arena.uz. Xuddi shunga o'xshash loyiha bo'ladi. Biriga bir bo'ladi Faceit bilan. Deyarli faqatgina nima bo'ladi? O'sha Prime status sotib olish kerak emas. Tekin platforma bo'ladi. Muammo bozorni aniqlash. Qimmat platformalar Faceit Premium ko'pchilik uchun moliyaviy yuk. Xuddi shunday. O'zbek tilidagi mahsulotlar yo'q hozirda. Iqtidorni topish cheklangan. Mahalliy matchmaking yo'q. Turnirlar ham kam. Jamiyat shakllanmagan Faceitda. Eng asosiysi shu narsalar. Lekin yechim mening qilayotgan startapimda shularga yechim bor. Bepul matchmaking. Matchmaking bu o'sha CS2da, Counter Strike 2dagi o'yinlar va elo rating tizimi. Mahalliy turnirlar bo'lib turadi. Jamoa lobbilar, statistika, match tarixi, o'zbek tilidagi interfeys bo'ladi. Platforma imkoniyatlari bu yerda Steam orqali kirish, matchmaking, elo tizimlari, rating jadvali, turnirlar, jamoalar, profil, statistikalar, match tarixi, admin panel, bildirishnomalar va shikoyat tizimi bor. Ishlash jarayoni birinchi user login qiladi. Undan keyin find match boshlaydi, play va uni o'ynaydi va uni recording, aniqroq qilib aytganda yozib olishi mumkin o'ziga video qilib. Update, uni update ham qila olishi mumkin. Maqsadli foydalanuvchilar o'z maqsadi asosiy auditoriya CS2 o'yinchilar bo'ladi. Talabalar va maktab o'quvchilari, e-sport jamoalari, tashkilotchilar, professional va havaskor o'yinchilar bo'ladi. Birinchi bosqichli maqsadim bu 10 mingta mahalliy foydalanuvchi bo'lish kerak. Kelajakdagi maqsadim esa 100 ming obunachi bo'lish. Obunachi emas, endi qisqa qilib aytganda o'yinchi. Arena.uz Faceit bilan taqqoslash. Funksiyalar bepul matchmaking, o'zbek tili, mahalliy server, mahalliy turnir, mahalliy support, yordam, hamjiyat rivoji. Arena.uzda bor, bepul matchmaking bor. Faceit esa cheklangan, deyarli yo'q. O'zbek tili to'liq Arena.uzda, to'liq o'zbekcha bo'ladi. Uni keyinchalik inglizcha, ruscha o'zgartiramiz. Birinchi o'rinda O'zbekistonda o'z auditoriyamizni yig'ib olishimiz kerak. Faceit esa yo'q. Qisqa qilib aytganda umuman yo'q. Mahalliy serverlar tez orada qo'shiladi. Birinchi o'rinda o'sha startapim amalga oshishi. Keyin asosan xalqaro bo'ladi Faceitda. Mahalliy serverlar, mahalliy turnirlar Arena.uzda bo'ladi. Faceit esa cheklangan hisoblanadi. Mahalliy support, mahalliy yordam Faceit Arena.uzda bo'ladi, Faceit esa yo'q. Hamjiyat rivoji, markaziy fokus va u yerda esa global fokus bo'ladi. Daromad modeli premium obunalar, sponsorlar, advancing, partner, imagination bo'ladi, marketplace va paid. Xullas, turnirlarga to'lash. Qisqa qilib aytganda, premium obuna qo'shimcha funksiyalar va maxsus matchlar beradi. U turnirlarga kira olishga ko'proq nima desa bo'ladi, ko'proq anavlar ochadi, funksiyalar qo'shadi. Turnir himoyalari, brend hamkorlari bo'ladi, homiylari, brend hamkorlari, reklama, maqsadli in-app placement, hamkorlik, ta'lim va klub integratsiyalari, marketplace komissiya, sxemalar, skilllar va xizmatlar. Bu yerda marketplace'da nima bo'ladi? Ko'proq skilllar sotiladi. Skin degani bu hozir ko'rsatadigan bo'lsam, skin hozirda
Mana bu yerda skinlar bor. Mana xuddi shunga o'xshash skinlar qo'yiladi va u yerda sotiladi ham. Keyin pullik turnirlar bo'ladi. O'shaning uchun ham odamlar pullik turnirlarda qatnashish uchun premium obuna sotib oladi. Texnologiya stack kelajakda nimalar bo'ladi va qanday yaratiladi? Front-end, back-end ma'lumotlar bazasida PostgreSQL, Austa, Steam, OpenID server, Docker, WordPress, Cloudflare. Keyin kelajakdagi rejalarim bu mobil ilova yaratish. Birinchi o'rinda o'sha startap amalga oshgandan so'ng avvalambor Google da ishlaydi. Undan so'ng mobil ilovalar, kompyuter uchun bo'lgan ilovalar bo'ladi. AI asosida statik tahlil va o'yinchini tavsiya qilish. Anti-cheat tizimi va real vaqt monitoring bo'ladi. Xo'p, loyiha bosqichlari. Birinchi bosqich dizayn va profil, Steamdan login kira olish. O'shalar qo'yiladi. Uchinchi bosqich turnirlar, reyting va admin panel. Birinchi, ikkinchi bosqichni aytadigan bo'lsa, uchinchi bosqichga o'tib ketibman, uzr. Matchmaking bo'ladi, elo bo'ladi. Keyin statistikalar. Uchinchi bosqich turnir, reyting va admin panel. To'rtinchi bosqich mobil ilova, AI va anti-cheat bo'ladi. Kutilayotgan natija o'zbek sports ekotizimini rivojlantiradi. Hozirda bilsak, nima desa bo'ladi? Hozir kiber sport O'zbekistonda ham rivojlanib bormoqda. Counter Strike o'yini ayniqsa juda ham tez rivojlanib ketyapti. Yangi iqtidorlar kashf etilishi kerak. Hozir Counter Strike tarixidagi eng katta turnir bu major turniri hisoblanadi. U major turnirida bitta dona o'zbek ishtirok etgan, uning nickname Samuray bo'lgan. U hozirda hech kim bilmaydi qayerdaligini. O'shaqa iqtidorlarni yetishtirib chiqib, xuddi shunday majorlarga olib chiqish. Mahalliy turnirlar va iqtisod o'sadi. Agar mana shu startap amalga oshadigan bo'lsa, professional o'yinchilar yetishib chiqadi. Boya aytganimdek, majorga chiqa oladigan, juda ham kuchli bo'lgan professional o'yinchilar yetishib chiqadi. Kuchli va doimiy hamjiyat shakllanadi.